Xullas, hammaga assalomu alaykum. Biz hozir praktikani qilamiz. JavaScript bergan. O'zi pastda javob ham bor. Men qaraman. Qaramaymiz, shuni qilamiz. Qarang, bizda допустим, у вас есть магазин, дают скидку, сумма от покупки. Если mana qanaqa magazin bor ekan, xullas bizga skidka berar ekan. Agar biz summamiz bizani $100 biz 0% skidka, $100 $5 bo'lsa 10% skidka, keyin 5% dan tepasi bo'lsa 20% skidka berar ekan. O'shanda biz hozir mana bitta mana o'zim yozdim. Prompt yozdim. Mana bitta prompt bu просто bizdan mana bu so'rab oladi. Mana bitta kirgizamiz. So'ragan anaqasini. Keyin biz hozir discount yozishimiz kerak. Discount degan permeni yaratib qo'yishimiz kerak. Chunki bizga kerak bo'ladi degan permenni yaratdik. Lekin uni просто объявлять qilib qo'ydik bo'ldi. Endi if yaratamiz. O'tvolaylik. Bunadan ochib turasiz. Keyin tekshiramiz. JavaScript bilan bir xil bo'lganmi yoki bir xil emasmi? Menimcha bir xil bo'lmaydi. Если сумма до $100. Okey, amount. Agarda amount $100 dan kichkina bo'lsa, o'shanda bizda nima? Skidka discount равен 0. Discount равен 0. Agarda bo'lmasa chiroyli bo'lishi kerak. Agarda amount nima? $100 dan bo'lishi равно. Agar $100 dan katta tushunman. Do 100. Bo'ldi, tushunarli. Bo'lmasa do 100 bo'lsa, od 500 do 100 bo'lsa mana unda. Olamiz 500. Yo, to'xta hozir. Amount hozir. Yo, to'g'ri ketyapti. To'g'ri. Fikrim bo'yicha to'g'ri. Yana xudo biladi. To'g'ri qo'yaylik. LC'ga просто bizga anaqa berib qo'ysak bo'ladi. Discount barim katta bo'ladi. 20. Shunda biz hozir nima qilamiz? Let deymizda. Nima nom bersak bo'ladi? Bilan final price beramiz. Price chunki oxirgi nom emas, nima? Oxirgi bizga chiqarib beradigan bizdan kamokis. O'shanda biz hozir birinchi anaqani hisoblab olishimiz kerak. Skidkani narxini. Keyin o'sha skidkadan keyin minus qilishimiz kerak oddiy narxdan. Skidkani narxini minus qilishimiz kerak oddiy narxdan, tushunarli. O'shanda biz amount yozamiz, minus qilamiz, minus qilgandan keyin ochamiz. O'shanda biz amountni ko'paytiramiz. Discountga, chunki просто olib anaqa qilsanglar, o'zi yuzga bo'lamiz. Ular rostdan ham shunaqa yozgan bo'lsa, ChatGPT вообще bo'ladi. Qilganimizdan keyin nima deymiz? Log deymiz. Log berganimizdan keyin ham yozamiz. Mana adashmasam aniq yoziladi. Shunday yoziladi. Your discount is discount 10% belgisini qo'yamiz. And your final price and your final price is qani final price
Qanishi yo'q, bismillahirrohmanirrohim deymiz-da. Tekshiramiz. Nechi pul deymiz? 560. 560 dedimmi? Endi hozir to'g'ri qildikmi, to'g'ri qilmadikmi, o'shani tekshiramiz. Kalkulyator ochamiz. 560. 560 bo'lsa, kalkulyatorni tushirayotganmiz. Mana buni tekshiramiz. Mana buni tekshiramiz. Kelinglar, 560 ni ko'paytiramiz. Bizani diskontimizga. Adashmasam 560 bu 20% diskont. Ko'paytiramiz, keyin bo'lamiz 100 ga. Bu bo'ladi $112 biz normal. Hozir 560 dan 112 ni olamiz unda. 560 minus 112 448. Xullas bizga o'xshadi. Zo'r. Obuna bo'lib qo'yasizlar. ChatGPT qanaqa yozganiga hozir ko'ramiz. ChatGPT menimcha chiroyliroq yozgan, bizga o'xshab jinnilik yozmagandir. Hozir mana biz Parsiflow yozmay ekanmiz. Mayli. Farqi yo'q. Diskont bor. Mana ko'rdinglarmi? Mana bitta yo'q ekan. Bunda hech qanaqa mayli. Yeyapti, men qo'yibdi, to'jizapti. Yaxshi, onasi nemiz. Hozir to'g'ri ketamiz. Yaxshi. 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 Skidka. Mayli, nima qildik? Biz mana bitta anaqa unutamiz lekin bolalar. Mana bitta dollar, просто dollar znakini unutamiz. Shunaqa dollar znakini qo'ysak chiroyli bo'ladi. $10 qo'yinglar. $10 bo'ladi. $10 bo'ladi, $10 bo'ladi. Endi hozir 156 qildik. Mana ko'rdinglar? Mana ko'rdinglar? Bizda nima chiqazyapti? To'g'ri qildik. O'shaning uchun bugungi dars ham tugadi. Albatta, xayr hammaga rahmat ko'rganingiz uchun. Bitta